Hurmatli mijozlar, navbatdagi buyurtmamizni xudo xolasa Namangan Chust ber qayer o'zi? Varzik. Ha, Varzikka yetkazib keldik. Ushbu mahsulotimiz sauna pechka bo'layapti. Tepasi ochiq sistema, ya'ni tepadan ruchnoy quyib, pastdan oluvchi. Sauna pechkamiz hammaga ma'lum, diplomat joylashtiriladi, ichida o't yuradi. Xo'p, bu yerdan o't chiqib ketib, toshdan ham qizdirib beradi. Xo'p, akamiz YouTubedan ko'rib, yaxshi niyatda hammomiga zakasida hammomingizni ham bir ko'rsataman. Xo'p, shu hammomiga ustanovka qilyapti. Hozirda shunaqa fikr bo'layaptiki akamizda, bu shu sauna pechkani saunadagi his qildiramni. Akamizga ham taklif berib o'tib ketyapman. Shunaqa ustanovka qilib, endi bitkizganingizdan keyin aytib o'tyapti shu ma'lumotni. Ishlatadi, video joylaydi bizga. Video yuborasiz albatta. Qanaqa chiqqanini, effekti qanaqaligini albatta aytsa, mijozlarimizga, keyingi mijozlarimizga ham bu yaxshi taklif bo'ladi. Bizdan olayotganlar mana shu taklifni o'ziga qabul qilsa, boshqalarga ham yaxshi bo'ladi. Bemalol Bunyod brendga murojaat qilaverasizlar. 90 386 66 69 ga qo'ng'iroq qilaverasiz. Oldin 20%, akamiz to'liq 20% qildingiz, to'g'rimi? Hamma deb shubha bo'ladi, aytib qo'yay. To'liq qilib o'ylanadi, menga olib keladimi? Baribir uzoq yerdan, internetdan akamizni ko'rmaganmiz, kimga zakaz qiladigan fikr bo'ladi. Bizda unaqa narsa yo'q. Buyurtmangiz tayyor bo'ldimi, buyurtma qilib qo'ydingizmi, albatta manzilingizgacha olib kelamiz. Manzilingiz vodiyda qaysi nuqtasiga bo'lishiga qat'iy nazar. Tog'da bo'ladimi, cho'lda bo'ladimi, shaharda bo'ladimi, yetkazib beramiz. Yetkazib berish mutlaqo bepul. Voha tomonga albatta biz bora olmaymiz, shuning uchun markaziy mashinalardan berib boramiz.